Gen kasalliklaring bormi? Nima shikoyat bo'lyapti o'zi? Bosh aylanyapti. Yugurib ketayotganda bosh aylanib, boshim aylanyapti deb to'qib ketyapti o'zi. Massaj qilib bo'ladimi? Qanchalik kuchliligingizni ko'ryapti. Hali yo'disku. Oqat o'shani tekshiryapti, qanaqa kuch bo'lganini. Keyin marta boshrog'ida bo'luvdi, bir marta. Keyin marta o'rtarog'ida, oxirrog'ida bir 10 kun oldin bo'ldi. Kecha 3 marta bosh aylandi. Bir pastı, jav, hali bosh aylanadigan darajada past-pastda lekin. Sudurga chiqyapti-da boshda. Nima ichib yuradi? Hozirgacha meditsin bor, karbamazin. Uni qachon boshlagansizlar? 2 yildan beri ichadi. Nima uchun boshlagansizlar? O'shanda ham boshi aylangan, endi unda aytishni bilmasdi. Ko'zimni oldida bunaqa bo'lgan. Bunaqa bo'lib boshi aylanib yiqilmoqchi bo'lgan, ushlaganman, ko'zi aqa-baqa bo'lib, nima? Ko'zi aqa-baqa bo'lib ketgan, to'xtamaydi, tez ko'zi ashna bo'lgan. Keyin borgandik, keyin shu belipsindi 3 dan birini 2 mahal yozgan. Magnum bishes narsalar bilan qo'shgan, ashlar bilan ichib yurdi. Endi mana shu fevralda oxirida ko'p ichdi-da. Kamaytiramiz deb kunoraga o'tkazdi. 4 dan birini qilib kunora ichadi. Keyin melgilis bilan qo'shdi. Hozir bosh aylanish bo'lyapti. Mana shu oyda ichida 1-2 marta bo'ldi hozir. 2 marta bo'ldi, kecha 3 marta bo'ldi. Hozir meditsinga chiqib ketdilaring? Yo'q, kunora ichyapti. Kunora nimaga kunora ichadi? Nima? Ko'p ichdi, bo'ldi to'xtatamiz dedi. Ashundan keyin boshladi. Kunora qilib, ali sekin-sekin chiqarib yuboramiz dedi. Dediki, keyin buni bosh aylanishni boshladi. Bo'lmasa berib turavering. deb ashnadi. Kechasi uyquda ollaringmi egini? Bunaqa egini uxlayotgan paytda ollaringmi kechasi? Hozir sizda. Yo'q, shu paytgacha mana ular uyqu paytida ollaring, kechasi yarim kechasi ollaring. Bittasini yarim kechasi olganmiz, bittasini ashetta qilishgan narsa qilib uxlatib qo'yib qolishgan. Birinchi 2 yoshdagisini o'tgan yili yanvardagisi uxlatib qo'yib kechasi oldim. Hali uyqudagisini bering-da. Yanvarda 20-yanvarda olganmiz shuni? O'tgan yili. 1 yil bo'ldi bu yanvarda shunaqami? 1 yil. Kamida 3-5 yil ichadi bu turda, aka. Ha. İchish kerak edi. Avvalo ichmasdan davolasang bo'lardi. Endi boshlab olsa u ichish kerak. Kamida 3-5 yil ichish kerak. Yo'q, kasallik zarar hozir. Bosh miyada sudurga ketyapti-da. Sudurga xuruji kimdadir yugurib o'tkazadi, kimdadir yig'lab o'tkazadi, kimdir siyvorib o'tkazadi. Kimdir yig'lab qotib qolib o'tkazadi. Kimdir bosh aylanib sizlarda o'xshab o'tkazadi. U epilepsiya strashniy. Yo'q, epilepsiya kasallik ichida ketyapsizlar sizlar. Epilepsiya bo'lyapsizlar hozir. Epilepsiya kasalligi bo'lyapti bolalar. Prosta meditsin dorilaring shunga mos tushgan. Davolashni boshlagansizlar, chiqarib olyapsizlar-da uni, hozir chiqarmay turinglar endi. Past dozada ichib tursin, tushunasiz. Tushunarli? Yaxshi bo'lib ketadi bu hali organizm yosh-ku. Aniqmi? 100% bo'lib ketadi. 100% yaxshi ketadi. Bir oydan keyin trenajniyaga qilamiz. Xo'pmi aka? Mana melipsindan chiqarib, kalmulaksiga o'tkazib qo'yish meni rejam. Prosta melipsin ichib kelgancha birdaniga chiqarib yubormaymiz-da. Oldin ushlab qolish dozaga o'tib olaylik. Xo'pmi? Faqatgina ana bosh aylanish degan sudurgimiz bor-ku, o'sha narsa miyani tormojeniya qiladi. Bizga doridan ko'ra kasallikda nojo'ya ta'siri ko'proq bizga. Bir oyda qayta EEG qilamiz, faqat yanvarda tushsizlar EEGni, nachnoyini. Bitta yana nachnoy tushasizlar. Xo'pmi? Bir oydan keyin. Kechqurun doktorlar bo'ladi, kutishib olasizlar, faqat kunduz aytib qo'yiladi, mana unda ko'p juda ham. Solishtiraylikchi hozir bir yil ichida nima bo'ldi ekan. Xo'p? Lekin mana unda kunduzgida chiqmayapti. Juda xursandman. Ket.